Hozir men sizga aytadigan maxsus retsept va kun tartibidan so'ng farzandingiz telefondan butunlay xalos bo'lishi mumkin. Ya'ni bu retsept telefon lomkalari uchun ayni muddao bo'ladi. Buni hech qanday baqir-chaqirsiz, dori-darmonsiz va bolaning asabini buzmasdan bajarish mumkin. Bu retsept va kun tartibi qanchalik mukammal bo'lmasin, agar siz videoning yarmida aytadigan kutilmagan xavfni bilmasangiz va videoning oxiridagi asabni davolovchi maxfiy qoidaga amal qilmasangiz, qilgan barcha mehnatingiz bir kunda chippakka chiqadi. Injiqlik emas, asab qo'yishi haqida gaplashamiz. Farzandingizdan telefonni olib qo'ysangiz, o'zini yerga tashlab yig'laydimi? Baqirib, qo'lidagisini otib yuboradimi? Agar siz buni shunchaki erkalik yoki tarsaki yeydigan qiliq deb o'ylasangiz, juda ham adashibsiz aziz onajon. Bu oddiy injiqlik emas. Bu bolaning asabi kuyib bo'lganining faryodi. Va eng qizig'i, bunga o'zimiz bilmagan holda har kuni berayotgan ovqatlarimiz ham sababchi. Nega? Bola telefonga yopishadi. Chunki ekran tayyor va oson xursandchilik. Telefonni tortib olganingizda bolaning ichida xuddi bir narsasi uzilib ketgandek bo'ladi. Miyasi birdan bo'shab qoladi va u nima qilishni bilmay tajovuzkor bo'lib qoladi. Asabni tinchlantiruvchi oddiygina menyu. Nonushta eng katta xatoyimiz. Biz onalar ko'pincha 2 soat tinch o'tirsin deb ertalab bolaga shirin bo'tqa, pechenye, kasha yoki shirin choy beramiz. Nima bo'ladi? Qondagi shakar miqdori birdan tepaga sakraydi. Bola 1 soat yuguradi. Keyin esa shakar keskin tushib ketadi. Natijada bola to'satdan injiq, asabiy bo'lib qoladi va yana telefon ber deb xarxasha qilishi mumkin. Xo'sh, nima berishimiz mumkin uni o'rniga? Birinchi, qaynatilgan tuxum. Miyani yaxshi ishlatadi va bolani to'q tutadi. Ikkinchisi, tvorog yoki sut. Bolaning asabini bosadi, kayfiyatni ko'taradi. Navbatdagisi esa 1-2 ta yong'oq yoki bodam. Bolaning miyasini oziqlantiradi. Tushlik va eng xavfli vaqt soat 13:00 dan 15:00 gacha bo'lgan vaqt bolaning eng charchaydigan va telefon so'raydigan vaqti. To'g'rimi? Tushlik qoidasi albatta suyuq ovqat yoki grechka, guruchli taomlar. Parcha go'sht bo'lsa ham go'sht yoki baliq. Bu asab tomirlarini baquvvat qiladi. Eng muhimi, magazinning shirin suvlari yoki soklarini butunlay unuting. Oddiy suv yoki uyda qaynatilgan shakarsiz kompot berish juda ham foydali. Agar siz videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, sovg'alarni olishga tayyor turing. Chunki men maxfiy qoidalarni albatta birozdan so'ng aytib o'taman. Kechqurunda bolaning asab tizimi dam olish rejimiga o'tish kerak. Bolada magniy degan modda yetishmasa, u tunda ham yomon uxlaydi va tajovuzkor bo'lishi mumkin. Kechqurun nima beramiz? 1 dona sevimli banan, 1 siqim qovoq urug'i yoki kechqurun yotishdan oldin iliq, qatiq yoki sut mahsuloti. Miyasi ham, asabi ham tinchlanadi. Chunki qovoq urug'ini bilasiz, u ichakdagi parazitlarni yo'q qilishga yordam beradi. Ayniqsa uning ortidan ichilgan sut, iliq sut, parazitlarni butunlay tag tomiri bilan yo'qotishga yordam beradi. Mana videoning ham qoq markaziga yetib keldik. Siz boshidan aytganim, ya'ni kutilmagan xavf nima ekanligini bilasizmi? Unda buni eshitishga tayyor turing. Ko'pchilik onalar telefonni olib qo'ydim deydi-da, bolaga televizordan multfilm yoqib beradi yoki o'zi telefon o'ynab o'tiradi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Televizor ham aynan telefonning o'zi. Agar siz ekranni boshqa ekran bilan almashtirsangiz, bolaning asab tizimi hech qachon dam olmaydi va qilgan barcha taomnomangiz bir kunda 0 ga teng bo'lishi mumkin. Kunning to'g'ri taqsimoti. Ertalab bola bilan birga yengil sakrab o'ynab oling. Kunning birinchi yarmi uyda rasm chizish, plastilin ezish yoki kubiklar terish bilan shug'ullaning. Tushdan keyin, ya'ni 16:00 dan 18:00 gacha bo'lgan vaqtda ko'chaga olib chiqing. Yugursin, velosiped uchsin. Ko'chada ko'p yurgan bola uyga kelib telefon so'rashga holi kelmaydi. Kechqurun 19:00 dan keyin uydagi barcha televizorlar va telefonlar o'chsin. Buni avvalgi telefon lomkasi nomli videoyimizda ham aytib o'tgan edim.
20 daqiqa, hech qanday gadjetlarsiz, shunchaki oilaviy suhbat. Buni kunlik hisobot dasturi deb ham amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni bu vaqt sizning oltin vaqtingiz. Ota-ona birgalikda farzandi bilan bir piyola choy ustida samimiy suhbatida mana shundagina oilangizdagi haqiqiy mehr-muhabbat o'z o'rniga qaytishi mumkin va farzandingiz sizga mehribon bo'lib o'sadi. Urmang va baqirmang. Siz baqirsangiz bolaning asabi battar buziladi. Yoniga o'tiring va bir xil xotirjam tilda: "Tushunaman, xafa bo'lyapsan, lekin hozir telefon ko'rish vaqti emas" deng. Bag'ringizga bosing. Bolani mahkam quchoqlang. Uning asabini har qanday doridan ko'ra tezroq tinchlantiruvchi bu sizning issiq bag'ringiz hisoblanadi. Qimmat o'yinchoqlar shart emas. Uy sharoitidagi o'yinlar bu eng yaxshi mashg'ulot hisoblanadi. Birinchi mashg'ulotimiz mosh va guruch o'yini. Tog'oraga guruch solib, ichiga kichik o'yinchoqlarni yashiring. Bola qo'li bilan topsin. Mayda narsalarni ushlash asab tizimini tinchlantiradi. Navbatdagisi yostiq jangi. Biz ham bolaligimizda sevib o'ynaganmiz. Nima dedingiz onajonlar? Bolaning ichidagi alam va energiyani chiqarib tashlash uchun yostiq urush o'ynang. Yashiringan buyumni topish o'yini esa buni bilasiz. Bizning qisqa videolarimiz orqali ularni sizga juda ko'plab jo'natyapmiz. Xonangizga biror narsani yashiring va birgalikda farzandingiz bilan uni toping. O'zimizga bir qaraylik. Aziz onajonlar, bir qo'limizda kapkir, bir qo'limizda telefon ushlab o'tirsak, boladan telefonni qo'y deyishga haqqimiz bor edimi? Bola bizning aytganimizni qilmaydi. Biz qilayotgan narsani takrorlaydi. Video boshida sizga aytgan asabni davolovchi maxfiy qoida. Mana unga ham yetib keldik. Bu qoida nima ekanligini bilasizmi? Telefon lomkalari nomli videoyimda aytganimdek, har qanday metodikada oltin kalit bu sizning shaxsiy namunangizdir. Lekin bu maxfiy qoidaning ikkinchi yarmi bor. Bu onaning xotirjamligi. Agar siz bolaga taomnomani berayotib yoki kun tartibini majburlayotib, o'zingiz baqirsangiz, asabiylashsangiz, bolaning asab tizimi buni his qiladi va retsept ishlamaydi. Farzandingizni tinchlantirish uchun avvalo o'zingizning bag'ringiz va ovozingiz u uchun eng xavfsiz maskanga aylanishi kerak. Sizlarga oson bo'lish uchun men bugungi 7 kunlik haftalik taomnoma va kun tartibi jadvalini kommentariyaga joylab qo'yaman. Albatta kirib, izoh yozib, mana shunday og'riqlari bo'lgan dugonalaringizga ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Obuna bo'ling, izohlarda yozib qoldiring. Farzandingiz kuniga necha soat telefon ko'ryapti va uni olib qo'yganingizda qanday reaksiya beryapti? Har birini kommentariyaga yozing. Men shaxsan o'zim ularga erinmay javob berib chiqaman. Farzandlarimiz omonat, ularni asraylik. Mehr bilan o'rgatamiz. Ishonch bilan ulg'ayamiz. Sohiba ustoz bilan.